Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Salom do'stlar, Minecraftda yangi mod paydo bo'libdi. Uning ismi Kraken ekan. Uy! Deyarli Slendermanga o'xshar ekan, faqat salgina semizroq ekan. Mening ham shunday qiltiriq do'stim bo'lardi, ismi Kozim degan. Lekin jin ursin ko'rinishi sal qo'rqinchli ekan. To'g'risi ko'rinishi qurib ketgan daraxtga o'xshaydi. Bilmadim u qanday tirik yuribdi, oyoqlaridagi tirnoqlari ham har tarafga tarqalib ketibdi. Menimcha suzish uchun moslashtirilganmi nima? Ular o'zi rangsiz o'rmonda paydo bo'lishadi. Shuning uchun ularning ko'rinishi ham sal xira, rangsiz ko'rinishda bo'ladi. Shuning uchun ularning joyi xiralashgan bog'da. Xullas, bu yer rangsiz, ya'ni kulrang rangda. Ya'ni bu yerni eman o'rmoni deyshadi. Xullas, bu yerning ranglari yorqin rang bilan kulrang ranglari qo'shilib ketgan. Bu tomon yorqin, bu tomon esa rangsiz. Ya'ni bir muddatga siz o'zingizni daltonikday his qilasiz. Ya'ni ranglarni farqlab bilmaydiganday. Yana bu yerda yangi daraxt bor, rangsiz eman. Mana bu yerda yana rangsiz barglar ham bor, ulardan foydalanib bo'lmaydi. Jin ursa mana bu yerni ples bosgan ekan. Xo'sh, agar men mana bu yerdagi barglardan birini olib, yorqin joyga etib qo'yadigan bo'lsam, baribir ham rangsiz. Rangsiz bo'lar ekan. Agar siz mana bu biomadan chiqadigan bo'lsangiz, baribir atmosfera o'zgaradi. Mana ko'rib turibsiz, hammasi yaxshi, chiroyli. Birdaniga orqaga qaraysiz, bat.